Assalomu alaykum o'rtoqlar. Men sizlar bilan o'sha yosh bloger. Bugungi videoda Vijvaniyada uy quramiz videosining ikkinchi qismini olamiz. Mana bu yerga tema qo'yganimiz tarzda bo'lsa, endi mana qo'yamiz. Ketdim. Tufak nima yasash kerak? Xo'p. Ketdi endi. Qancha qilamiz? X tak yetsa kerak. X tak daraxt. X tak qurish kerak. Oq daraxtdan quramiz. Uyni qancha vaqt qurar ekanman? Hech kim bilmaydi. O'zbekistonda ham shu o'yin haqida video chiqarmoqchi bo'lsanglar, mana bu yerda mana AX Recorder degan ilovani bo'lsanglar, xohlagan narsa qilsa bo'ladi. Yuzni ham mana bu yerda chiqmayapti hozir. Yuzni ham video bo'lsa bo'ladi. Yana ana bu yerda qalamchasi ham bor. Qalam bilan chizsa bo'ladi. Bunaqa videolarda chizib ko'rsatadi-yu. Bunaqa o'qitib kerak. O'rtoqlar, shu Minecraft haqida video chiqarsam, o'sha ko'p prosmotr oladi. Только Minecraft haqida chiqaraymi? Nima deysizlar? Shunda o'tirsang, hamma daraxtlar yig'ilib qolsa-na. Nimaga oq daraxtlar bor joyda foyda bermayman mana. Boshqa oq daraxtlar ham ko'pgina yo'q qo'ydim. Boshqa ranglarni oq ranglarni qoradan qilsam bo'ladimi? O'tirib hozir men pauzaga qo'yaman-da. Sizlarga ko'p gapiradigan ko'rsataman bo'ladi. O'tirib bu daraxtlar вообще zo'r ekan. Qaranglar. Ana men ikkitagina cho'pganman. Ammo shunday. Hozir yana cho'p ko'rsataman bittasini. 14 ta turibdi. Qaranglar qancha bo'ladi. Hammasini cho'pguncha. Mana hammasini cho'paman. Ikkitagina cho'p shuncha daraxt kerak. Wow, просто wow. Mana qaranglar, o'zginasini cho'pdim, nechtalar bo'lib ketdi. Qani? Shunday. Bo'ldi, ham suv ketadi. 3 tane daraxtni topib bo'ldi.
oltamsın ya. Ya karel 53'te oldu. Yo yani oldu. Her doyum. 10 minut konuşum gerek. Üstün kesip koyarsan. Herkes koyuyor. Hani oluyorlar. Bir bina tahta yığdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 stack yapmam. Bu benim için nereden ya? Oldu diye. 10 stack daraxtmas. Daraxt. Sal. İşqilib bir stackga tur bir stack daraxtga 4 stack taxta beradi. Buni hisoblaydi. 2,5 stack. 2,5 stack. Stack o yana bitta yarim stack. De. Yani taxta qo'yadi. Ovoz yetib havolayam masal. Mikrofon yaxshi emas. Shug'ullab kelayotgan bo'lsa edi. O'zim bilmayman. Bittasini ko'rdim. Вообще shug'ullab kelyapti. 2, 3. Buni kimseye koydum. Turçalik. Tahtalar konuş gerek. Ve 2, 3, 4 tane 4 oldu. 2, 3, 4. 4 oldu. Kıldım. Katlara koyayım mı? İster. Bence yaxshi chiqyapti. Уже uçtak. Dedim. Üçüncüsü bu. Üçüncü tak. Ben değil lan. İşte şu diyor. Çok etti ha. Ortalığa etkince.
o'rtalar shu bilan uyni qurib bo'ldim mana. Nima deb o'ylaysizlar? Sizlarga yo'qdimi mana? Sizlarga yo'qdimi? Ichini ko'rsaman. Ichi lekin bo'sh bo'ldi. Hozir tushunaman. Ichi lekin bo'sh bo'ldi. Mana. Ishlangina yaxshi uy. Buni o'rtada videomiz tugadi. Sizlar bilan yosh youtuber bo'ldi. Mayli. Hay. Yeah.